Bizi O'rta Osiyodan bo'lgan bir talaba ajoyib hodisada Makka Mukarramaga borgan ekan. Yo'lda taksi to'xtatibdi. Taksini to'xtatsa, bir arab o'tir debdi. Qayoqqa? Falon joyga. Ajamligini ko'rib, "Qayerdansan?" desa, "Buxoriy avlodiman" debdi. Desa, u aytanmish, "Men" debdi, "Qurayshiyman" debdi. Haqiqiy arablarning asli Quraysh qabilasidanman debdi. Taksis. Keyin talabaga gap otib qopti. Taksis. "Menga qara" debdi. "Nima uchun sizlar" debdi, "Imom Buxoriyni Buxoroga sig'dirmagansizlar, haydab chiqarib olgansizlar" dermish. Talaba ham bir shuni boplab qo'yay debdi-da. "Ha, o'zinglarchi" debdi. "Nimaga Rasulullohni Makkaga sig'dirmasdan haydab chiqarib olgansizlar" dermish. Qarang farosatni, qarang zakovatni. Arab kulibdi keyin. Qoyil lekin haqiqiy Buxoriyning avlodisan dermish.